Onlayn ishlash va masofadan turib daromad qilish mumkinmi? Mumkin. Bugun men sizga aynan mana shunaqa masofadan turib ishlash va daromad qilish mumkin bo'lgan 5 ta kasb haqida ma'lumot beraman. Lekin bitta narsani inobatga oling. Men umuman hech kimni onlayn ishlashga targ'ib qilmayapman. Offlayn ishlashni, ofisga borib, ish joyiga borib ishlashni o'zgacha bir qanaqadir vibe, hattoki kasbiy o'sishga foydasi ham bor. Lekin ba'zan shunaqa period bo'ladi, kishi masofadan turib ishlashi kerak bo'ladi. Ayniqsa bu period biz ayollarda juda ko'p bo'ladi. Dekretda bu narsaga muhtoj bo'lib qolamiz. Qanaqadir ruhiy holatimiz neto bo'lib qolishi mumkin va umuman bizda uydan chiqishga sharoit bo'lmay qolishi mumkin. Ayollar o'zi bu narsani juda yaxshi tushunadi. Mana shunaqa paytda sizga daromad qilishingiz uchun onlayn kasblar yordamga keladi. Men ana shularni bugun 5 tasi haqida ma'lumot beraman. Bundan tashqari ularni qayerdan o'rganish mumkin, o'rganish uchun sizdan nimalar talab qilinadi, mana bu narsalar haqida ham gapirib beraman. Keling tanimagili bilan tanishib olamiz. Ismim E'zozxon, lekin meni Sarvar nisbati tanishadi. Copywriting, ya'ni matn orqali daromad qilish sohasida 6 yillik tajribaga egaman. Shu kunga qadar kasbimni mingdan ziyod insonlarga o'rgatganman va ularning qariyb 70% allaqachon ishli bo'lib ulgurishgan. Demak, bu bilan nima deyotganimni yaxshi bilaman demoqchiman. O'z vaqtida chaqalog'im bilan uyda qolganimda, menda pulga nisbatan ehtiyoj bo'lgan, daromad qilishga nisbatan xohish bo'lgan, lekin buni qanaqa qilib amalga oshirishni bilmaganman. Va o'shanda o'rtog'im Inara Sanvani maslahati bilan copywriting olamiga kirib kelganman va mana qariyb 6 yil bo'ldi, 6 yil to'ldi. Matn orqali daromad qilib kelaman. Va buni boshqalarga ham o'rgataman. Aynan menga o'xshagan, uydan chiqmasdan turib daromad qilishni xohlaydigan, bu narsani qanaqadir usullari bor ekanligiga qiziqadigan insonlar uchun esa mana shu videoni tayyorlashni lozim deb topdim. Gapni cho'zmaymiz. Demak, birinchi kasb bilan sizni tanishtiraman. Masofadan turib ishlash mumkin bo'lgan birinchi kasb bu SMM sohasi hisoblanadi. Sizni Instagramga kirgan paytingizda ko'zingiz turli xil brendlarning sahifalariga tushgan. Telegramda ham hattoki turli xil brendlarning o'zining sahifalari bor. Turli xil bloglar yuritiladi. Bularning hammasining ortida SMM mutaxassislarining mehnati yotadi. Ular brendni internetda jonlantirish, auditoriya olib kelish, sotuvni kuchaytirish va umuman sotuvni yo'lga qo'yish kabi ishlar bilan shug'ullanadilar. Bu sohani qayerdan o'rganish mumkin desa, ikkita usulni sizga taklif qilgan bo'lardim. Birinchi usul albatta bu YouTube orqali, chunki YouTube'da har qanday sohani o'rganish mumkin bo'lgan bepul darslar tiqilib yotibdi. Bundan tashqari, o'sha SMM sohasidan shug'ullanib keladigan, uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassisga shogird tushib ham o'rganishingiz mumkin. Men o'zim mana shu yo'lni sizga maslahat bergan bo'lardim. Endi SMM bilan shug'ullanish uchun sizdan nimalar talab qilinadi? Birinchi bo'lib sizdan texnik tomondan telefon yoki notebook bo'lsa kifoya. Va bundan tashqari sizdan qiziqish, ishtiyoq hamda kuzatuvchanlik xususiyatlari talab qilinadi. Masofadan turib daromad qilish mumkin bo'lgan ikkinchi kasb grafik dizaynerlik kasbi hisoblanadi. Ko'chada har xil bannerlarga ko'zingiz tushganmi? Yoki umuman muqova, flyer, logotiplarga e'tibor berganmisiz? Uni ham qo'yavering. Magazinga kirgan paytingizda mahsulotlarning etiketkasiga ko'zingiz tushganmi? E'tibor berganmisiz? Bularni kim tayyorlashini bilasizmi? Men sizga aytaman, bularni tayyorlash bilan grafik dizaynerlar shug'ullanadi va ular bemalol masofadan turib daromad qilishi mumkin bo'ladi. Grafik dizaynerlik sohasini qayerdan o'rganish mumkin? Birinchi navbatda boyagidek YouTube'dan o'rganishingiz mumkin. YouTube'da grafik dizayn o'rgatadigan darslar, ayniqsa boshqa tildagi kontentlar ichida juda ham ko'p. Bundan tashqari, Telegramda maxsus botlar bor. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bepul darslar tashkil qilinib, joylashtirib qo'yilgan. Bundan tashqari yana bu yuqorida aytganimdek, ustozni etakini tutib, ustoz bilan bemalol yana bu kasbni o'rganib qo'yishingiz bo'ladi. Masofadan turib daromad qilish mumkin bo'lgan uchinchi kasb esa video montaj ustasi hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar borgan sari hayotimizning bir qismi bo'lib qolyapti. Usiz hayotimizni umuman tasavvur qilib bo'lmayapti. Ijtimoiy tarmoqqa kontent tayyorlashni har bir inson o'zining vazifasi sifatida bilyapti. Zamon talabiga mos, trenddagi videolarni tayyorlab beradigan mutaxassislarning esa hozir oshig'i har doimgidan ham olcha. Xo'sh, keling endi bu sohani ham qayerdan o'rganish mumkin ekanligini sizga aytib beraman. Demak, YouTube jon bizga yordamga keladi birinchi navbatda. Bundan tashqari CapCut, Premiere Pro yoki After Effects kabi ilovalar kerak bo'lar ekan. Bu bo'yicha ham bepul darslar YouTube'da bor ekan. Bundan tashqari yana o'sha gap, ustoz orqali o'rgansangiz ham bo'ladi, lekin men o'zim ko'zim tushdi, Instagramda ham qisqa videolar orqali bularni bu ilovalarni qanday ishlash kerak ekanligini, bunaqa trenddagi videolar qanday tayyorlash mumkin ekanligini mutaxassislar, ekspertlar tayyor qilib Instagramga ham kontent qilib joylab qo'yishgan. Endi video montaj sohasida ishlashingiz uchun sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda yaxshigina, kuchligina notebook kerak bo'ladi. Telefonda ham eplasa bo'ladi, lekin telefonning imkoniyatlari notebookga qaraganda birozgina cheklanganroq bo'ladi. Siz o'zingizdan esa kreativlik, sabr talab qilinadi. Bundan tashqari, mijoz bilan ishlashda ham ozgina malakaga ehtiyojingiz seziladi. Chunki mijoz aynan nima kutayotganini bilishingiz, buni tahlil qilishingiz va o'shanga mos videoni tayyorlab berishingiz lozim bo'ladi. To'rtinchi soha targeting sohasi va targetologlik kasbi hisoblanadi. Target mutaxassislari odatda ma'lum bir reklamani qaysidir auditoriyani olddan chiqishini ta'minlashadi va bu kasbda shug'ullanishingiz uchun sizdan aql, tahlil qilish qobiliyati va kelishuv qilish qobiliyati talab qilinadi. Va albatta buni ham bemalol YouTube'dan o'rgansa bo'ladi, chunki men o'zimning yaqin o'rtog'im bor, target sohasida
man kooperativga kirgandan ham oldin kirgan, hattoki va shu YouTubedan o'rganganlarning o'zi bilanoq ancha-muncha demak daromad qilgan va o'zi ham bu sohani o'rgatishni yo'lga qo'yib olgan. Demak, siz bemalol buni YouTube'dagi bepul darslardan o'rgansangiz bo'ladi deb ishonch bilan ayta olaman. Bundan tashqari bu soha bilan shug'ullanish uchun sizga notebook kerak bo'ladi. Chunki telefonda buni eplash juda ham qiyin va telefonning imkoniyatlari cheklangan hisoblanadi. Lekin bitta narsa aytib qo'yay, target bilan ishlaydiganlar raqamlar bilan yaxshi chiqishi kerak. Chunki sizdan aynan raqamlarni tahlil qilish qobiliyati talab qilinadi. Nihoyat masofadan ishlash mumkin bo'lgan va yaxshi daromad qilish mumkin bo'lgan 5-kasbga yetib keldik. Bu kasb meni kasbim, kooperativ hisoblanadi. Ya'ni siz matn orqali ham bemalol masofadan turib daromad qilishingiz mumkin. O'zi kooperativ nima degani? Kooperativ matn orqali, so'z orqali kimnidir qandaydir harakatga keltirish, kimnidir nimadir ish qilishga undash. Buni o'rgansa bo'ladimi? Albatta o'rgansa bo'ladi. Buni hamma o'rgana oladimi? Yo'q, hamma ham o'rgana olmaydi. Men o'zimdan ko'p so'rashadi, hamma ham o'rgana oladimi? Hammani shogird qilib olaverasizmi? Yo'q. To'g'risini aytsam, kooperativni yaxshi eplash uchun, kooperativni yaxshi o'rganish uchun so'zga nisbatan mehr-muhabbat kerak. So'zni yaxshi ko'rish kerak. So'z bilan so'zni farqiga borish kerak. Chunki ba'zan o'zimizda shunaqa kunlar bo'ladi. U so'zimiz, bu so'zni tanlash uchun anchagina bosh qotiramiz. Bundan tashqari hozir sun'iy intellekt rivojlangan zamonda, ChatGPT rivojlangan zamonda nafaqat so'z bilan chiqishni o'rganish, balkim mana shu sun'iy intellekt yordamida samaradorlikni oshirishni o'rganishga ham to'g'ri keladi. Va buning uchun kishida sabr, ishtiyoq hamda intizom bo'lishi lozim bo'ladi. Men shaxsan o'zimni mualliflik kursim orqali kooperativni 1,5 oyda bemalol o'rgata olaman. 0 dan boshlab 1,5 oyda mustaqil faoliyat yuritadigan darajaga chiqishingiz mumkin ekanligini ta'minlay olaman. Lekin bu meni mas'uliyatim. Darslarni o'tish, vazifalarni tekshirish bu meni vazifam hisoblanadi. Agar siz 1,5 oy intizom bilan shug'ullansangiz, vazifalarni o'z vaqtida bajaradigan bo'lsangiz, natijaga chiqish siz tomonidan ham kafolatlangan hisoblanadi. Shu joyda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Kooperativni ham yuqoridagi misollar kabi YouTubedan o'rgansa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. To'g'risini aytaman, men o'zimni kooperativga kirganda hech qanaqa ustozim bo'lmagan. Va o'sha paytda kooperativda hech qanaqa kurs bo'lmagan. O'zbek tilidagi kurs esa umuman. Shunda men o'zim mustaqil boshqa tildagi kontentlar orqali tarjima qilib o'rganishimga to'g'ri kelgan. Shundan kelib chiqib ayta olaman, ha, kooperativni mustaqil o'rgansa bo'ladi. Lekin men har doim har qanday kasbni ustoz bilan o'rganishni maslahat beraman. Nimaga? Keling buni sabablarini keltiraman. Birinchi sababi, ustoz bilan ishlagan vaqtingizda siz vaqtdan yutasiz. Siz 1 yilda erishishingiz mumkin bo'lgan narsaga bemalol 2-3 oy vaqt ichida erishib qo'yasiz. Men masalan o'zim o'sha paytda kooperativga kirgan davrlarimni eslab xafa bo'laman. Agar meni qo'llab-quvvatlaydigan, o'rgatadigan, savollarimga vaqtida javob beradigan, deylik ustoz sifatida turib beradigan odamim bo'lgan edi, balki men zo'r daromadga chiqish uchun 1 yil vaqtimni sarflamagan bo'lardim ehtimol. Chunki men o'zimni sabrimga, mehnatimga, qiziqishimga ishonaman. Xo'p, ikkinchisi, savol beradigan odamingiz bo'ladi. Agar ustoz etagidan tutadigan bo'lsangiz, siz savol beradigan odamingiz bo'ladi. Har qanday sohaga kirganingizda baribir sizda tushunmovchiliklar bo'ladi. Qanaqadir beradigan savollaringiz bo'ladi. Agar ustozingiz bo'lmaydigan bo'lsa, uni o'zingiz mustaqil izlab topishingizga to'g'ri keladi. Ha, hozir sizda imkoniyat ko'p. Buni ChatGPT dan so'rasangiz bo'ladi, Gemini'dan so'rasangiz bo'ladi va turli xil sun'iy intellekt vositalari bor. Bundan tashqari Google'dan izlasangiz bo'ladi. Lekin biz o'rgangan paytda bu hamma imkoniyat yo'q edi. Agar eplay olsangiz, sizda intizom zo'r bo'lsa, sun'iy intellekt bilan yaxshi chiqsangiz, bu ham sizga bitta variant. Lekin agar ustoz bilan ishlaydigan bo'lsangiz, men sizga 3-foydasini aytaman. Xatolardan saqlanasiz. Chunki ustoz bu sohaga sizdan oldinroq kirgan va uni past-balandlarini biladigan inson hisoblanadi. U sizga o'rgatish davomida o'zi duch kelgan xatolardan sizni ehtiyot qiladi. Sizga kerak bo'lsa o'sha joydan panalab o'tib ketadi. Panalab o'tishingizga yordam beradi. O'shaning uchun ham siz ustoz etagini tutadigan bo'lsangiz, ko'plab xatolardan saqlanasiz va yaxshiroq, tekisroq yo'ldan yurishingiz mumkin bo'ladi. Mana shuning uchun ham men sizga ustoz bilan ishlashni tavsiya qilaman. Demak, agar siz o'zingiz mustaqil o'rganadigan bo'lsangiz, sizda tayyor YouTube bor. Lekin agar ustoz bilan o'rganaman deydigan bo'lsangiz, men Telegram kanalimga kirasiz. Telegramdan kooperativ kundalik deb izlaydigan bo'lsangiz, bu kanal sizga chiqib keladi. Aynan shu video orqali Telegramga o'tganingizni aytadigan bo'lsangiz, meni $100 kurslarim joylab qo'yilgan xazina kanalim bor. Mana shu kanalimning silkasi sizga taqdim qilinadi. Xo'sh, endi o'zingiz uchun tahlil qiling. Yuqorida sanagan kasblardan qaysi biri siz uchun qiziqroq? Izohlarda yozib qoldiring. Agar kooperativni o'rganadigan bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib oling. Keyingi manfaatli kontentlarda siz bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.